Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan pozdolnochniy grija, osteoxondroz, protruzia kasalliklarini operatsiyasiz qanday davolashni ko'rsataman. Ishxonamizda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda visokointensiv yuqori intensiv lazerli terapiya, robotizirованный apparat yordamida, bu yoqda esa SIS apparatimiz bor. Bu yoq magnetik terapiya, visokointensivniy umurtqa disk churralarini, o'zbekcha qilib aytganda umurtqa disk churrasini davolash eng zamonaviy usul hisoblanadi. Hech qanaqa tiq qismasdan, operatsiya qilmasdan, kesmasdan, teshmasdan operatsiya qilsa bo'ladi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Misol uchun imенно gumbalgi shunaqasi отделida umurtqada L5 to'qimada grija bor. Bu yerga nini qo'yganmiz va lazerli terapiya apparatini qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Buni eng samarali, foydali yo'llari umurtqa disk churrasini so'rilishiga yordami. Buni eng fishkasi shundaki, grijani hech qanaqa amaliyotsiz, operatsiyasiz grijani so'rdiradi. Qanaqa so'rdiradi desa, lazerli terapiyani xususiyati именно o'sha yerda grija bor joyda birinchi yallig'lanish, отекlarni, воспалительный proseslarni snimat qiladi. Nervlarni tez восстановить qiladi. O'sha joyda mahalliy immun sistemani tezlashtirib bergani hisobiga grija o'zini o'zi yemirib so'rilishni boshlaydi. Aslida o'zi grija sekin erib yo'qolib ketadi. Bunga o'rtacha 3 oydan, ba'zilariga 1 yilgacha vaqt ketadi holatdagi. Chunki ba'zi grijalar qattiq bo'ladi, uni so'rilishiga azali ko'proq vaqt ketadi. Ba'zi grijalar yengil bo'ladi, gidrofilniy holati deydi. Bu degani gidrofilniy holat xuddi xolodesga o'xshab yumshoq bo'lib turadi. Ba'zilari grijasi qotib qoladi. Keyin sizlarga yana qisqacha o'zi grija haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Xo'p, grija osteoxondroz, protruzia deymiz. Osteoxondroz nima desa, degenerativniy изменение deyiladi. Bu umurtqa pog'onasini, disklarini yalag'a yemirilish, ya'ni degeneratsiya bo'lishi. Ba'zi yemirilib ketganda pul yemirilib ketmaydi. O'zini xususiyatlarini yo'qotish hisobidan degeneratsiyaga uchraydi. Bu ko'p o'tirish, kam harakatsizlik, og'ir yuk ko'tarish sababidan ham bo'ladi ba'zan. Undan tashqari protruzia deymiz. Protruzia nima desa, umurtqa disk churrasini ko'ryapmiz. Boshlanish. Protruzia ya'ni g'urraga o'xshab chiqadi, shishga bo'lib qoladi, hali umurtqa disk churrasini yorib chiqmaydi. Qachonki umurtqa disk orasi yorilgandan keyin, ana u tashqariga o'rtacha 4 mm dan kattasi grija hisoblanadi, ya'ni o'sha disk yorib yoqqa chiqqan hisoblanadi. Ba'zilarda to'g'ri ketadi, ba'zilarda sekvestrni oqib ketadi pastga. Uni razmerini MRTda ko'rsa bo'ladi albatta. Ana o'sha narsa grija deyiladi. Orqa miyaklarni siqadi, nerv qarishuvlarini siqadi. Ilkiga simptomlari ba'zilarida faqat belli o'zi dori bo'ladi. Agar sentralniy chiqqan bo'lsa, ba'zilarida oyoqni o'zida kuchli og'riq bo'ladi, yo chap tarafda yoki o'ng tarafda, ba'zida ikki tarafdan ham grija bo'ladi. Bularni davolash usuli bizda hozir yangi metodikamiz rezonansiya deyiladi. Quyida hozir ko'rsatib o'tgan apparatlarimiz lazer, magnit, yana qo'shimchasiga bu yerda udarniy volnoviy terapiya apparatimiz bor. Shu apparatlar yordamida grijani samarali davolaymiz. O'rtacha 10 kunlik kurs lecheniya bo'ladi. Bitta kursimiz 10 kunlik kurs lecheniyaning ichida og'ir holatda kelgan odam ham birdan 10 balli bolевой sostoяние oladigan bo'lsa, 10 balli og'ir holatda kelgan odam bitta kurs lecheniyada o'limni, ya'ni 50%gacha, ba'zilari 80-90%gacha yaxshi bo'ladi. Bizning bu metodikamizni operatsionniy holatdagi grijalarni qaytarib aytaman. Operatsionniy holatdagi grijani 95%ni bez operatsiya davolasa bo'ladi. 5%
haqiqatda operatsiya qilmasa bo'lmaydigan holatlari bo'ladi. Biz uni sразу operatsiyaga yo'naltiramiz. Ba'zilarda shunaqa o'tkir holatda yoki juda ham multqani degeneratsiya bo'lib, suyaklari pajog'i chiqib, ezilib ketgan holatlari bo'ladi. Запущенный holat deydi. Ularni o'sha operatsiyaga jo'natamiz, chunki orqa miya kanalini ochib, qirib tozalamasa bo'lmaydi. Shunaqa holatlar ham bor, ming afsus. Lekin faqat quruq grijani o'zi bo'lsa, ikkilamchi kasalliklari bo'lmasa, quyidagi ko'rsatgan apparatlarimizga yordamida orada massaj manual terapiya qilib, samarali o'rtacha 6 oy ichida grijani yaxshigina so'ndirib olsa bo'ladi. Bitta kurs lecheniyaning o'zida aytganimdek, og'riqlari o'lim degan 50% dan 70-80, ba'zida 100% gacha qoladi. Shuning uchun biz 10 kunlik lecheniya qilamiz, 2 oydan keyin повторить, yana xuddi shu lecheniyani takrorlab, yana 2 oydan keyin MRT qilib, do'pposli qilib tekshiramiz, ya'ni dinamikasini ko'ramiz. Qancha qisqardi, qancha kamaydi og'riqlari. Grija misol uchun 1 santimetrlik grija bo'lsa, 6 oydan keyin necha santimetrga qisqardi, shularni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, osteoxondroz, protruziyaga bizda yumexoterapiya qilinadi. Bu yaponskiy metod hisoblanadi, ya'ni meridianli tochkalarni massaj qilish yordamida va manual terapiya qilish yordamida ularni oson davolasa bo'ladi. O'sha bizning yumexoterapiyamiz, massaj manual terapiyamiz faqat osteoxondrozlarga emas, muskular spazm bo'lganlariga ham, jismoniy zo'riqishdan keyin bo'ladigan og'riqlarga ham juda ham tez yetishga, ya'ni stimulyatsiya qilishga yordam beradi. Odamni holatini yengil qilib qo'yadi. Ba'zilarda hozirgi paytda o'zi ko'pchilik asabiy, stress ko'radigan odamlar ko'p. Shunaqangi ta'sir qiladiki, hattoki stressdan chiqib ketishga ham, og'riqlarini butunlay badandan tarqatib olishga yordam beradi. Bizda ko'p holatlar uchraydi. Hattoki odam lomkaga tushib qoladi. Ba'zilar narkotikni olib, giyohvand bilan iste'mol qilgan odamlar lomkaga tushib qoladi-yu, qamiyo badani qaqshlab boradigan. Hattoki shunaqa odamlarni massaj qilsa ham lomkasini badandan chiqarib olsa bo'ladi. Hattoki kayfli odamni kayfi o'chirib olsa bo'ladi. Shunaqangi idealni dahshat massaj manual terapiya hisoblanadi. Shuning uchun biz yengil holatini, o'rta holatini va og'ir holatini ajratib olamiz. Osteoxondroz, protruziya bilan kelganlarga massaj manual terapiya, og'ir holatda kelganlarga hattoki ba'zilarga massaj mumkin bo'lmaydi, manual terapiya mumkin bo'lmaydi. Ularga faqat mana apparatlar yordamida lecheniya qilamiz. Har bir bemorni buni ham aytib o'tishim kerak, bizga kelishdan oldin nima qilish kerak? Agar bo'lsa MRTsi bilan keladi, bo'lmasa birinchi ko'rikka keladi, birlamchi tashxis qo'yib beramiz. Birlamchi tashxisdan keyin bemorni MRTga jo'natishimiz mumkin. MRTdagi aniq javob chiqsa, shunga qarab turib muolaja turini ularga protokol qilib tuzib beramiz. Agar kimda shunaqa grija, osteoxondroz, to есть esimdan chiqibdi, faqat bizda poзвоночный grija emas, tizza bo'g'im artrozlariga ham, yelka bo'g'imlariga, toz sohasidagi artrozlarga ham lecheniya qilamiz. Birinchi, ikkinchi stependagi holatlarga. Endi ba'zilarda shunaqa holatlar keladi, 3-4 stepenga o'tib ketgan, lekin og'riq kam, bemalol yura oladi, harakati yaxshi holatdagi odamlar ham keladi, kam. Ularga ham lecheniya qilamiz. Lekin asosiy tizza bo'g'im artrozlari, toz chanoq bo'g'im artrozlarini ham birinchi, ikkinchi stepenlarini shu apparatlar yordamida, massaj manual terapiya yordamida lecheniya qilamiz. Xudo xolasa, kimni shunaqa kasalliklar bilan qiynalib, aziyat chekayotgan bo'lsa, albatta bizga murojaat qilinglar. Bizda eng zamonaviy davolash usuli yordamida sizlarga qo'limizdan kelganicha muolaja qilib davolashga yordam beramiz. Quyidagi nomerlarni pastda qoldiramiz. Bemalol telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Joyimiz Toshkent shahrida joylashgan 2 ta filialimiz bor. Uchtepa tumani va Oybek Mirobod tumanida bor.
aloqaga chiqsanglar albatta administratorlarimiz sizlarga to'liq ma'lumot berishadi.